Korxonada mehnat qilayotgan ko'rish bo'yicha nogironlarni ijtimoiy muhofaza qilish, turli madaniy, ma'rifiy va sport tadbirlarini uyushtirish bo'yicha mas'ul va mashg'ul bo'ldim. Bu yillar davomida yoshlikda shakllangan iste'dod bir lahza bo'lsa-da meni tark etmadi. Ijodiy mashqlarimni hech kimga ko'rsatmay pinhon ravishda jamlab yurdim. Bu orada ko'rish qobiliyatim deyarli yo'qolib qoldi. 1999-yil yozgan she'rlarim xususida fikr olish maqsadida muhtaram ustoz, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, o'sha davrdagi viloyat yozuvchilar uyushmasi raisi Toshpo'lat Ahmad bilan uchrashdim. U kishi yozgan mashqlarimni tahlil qilar ekan, bir necha she'r va misralarni qayta ishlashga tavsiya etdi. Kelgusida yaxshi she'rlar yozishimga ishonch bildirdi. Bu ishonch meni ruhan yuksaklikka ko'tarib qanot bag'ishladi. 2000-yilda qadrli ustoz, pedagogika fanlari doktori, professor Melis Mahmudov bilan uchrashib qolganda o'zim ijodim haqida suhbatlashdik. Suhbat davomida oliy ma'lumotga ega bo'lish azaliy orzuyim ekanligini ta'kidlab o'tdim. Ustozning maslahati va yo'l yo'rig'i bilan Buxoro davlat universiteti pedagogika fakultetiga hujjat topshirdim. Imtihonlardan muvaffaqiyatli o'tib o'qishga qabul qilindim. 2001-yilda rahmatli ustoz Toshpo'lat Ahmad taqrizi bilan Ko'ngil bog'i, 2002-yilda ustoz Sadriddin Salim Buxoriy taqrizi bilan Qalb ko'zgusi kabi mo'jazgina she'riy kitoblarim nashrdan chiqdi.